kelin oysinikiga borganda qaynonasidan ruxsat so'rab borish kerakmi, kerak emasmi? Albatta so'rash kerak. Nimaga so'ramaydi? Qaynonam odam emasmi? Qaynonamni ham hurmat qilish kerak-ku. Ruxsat so'rash bu hurmatmi? O'g'ilni o'stirib qo'ygan u ona. Ha, ikki voyaga yetgan inson turmush qurdi, lekin haligacha ikkalasi ham bolakay pozitsiyasida. Keling tushuntiraman. Farzand ona qornida ota-onasidan 100% qaram bo'ladi va sog'lom tarbiyani ayni maqsadi shundaki, bu qaramlikni yildan yilga kamaytirib, voyaga yetguncha 0%, ya'ni mustaqil insonga aylantirish. Shuning uchun ota-onaning vazifasi farzandini butun umr davomida itoatkor qilib qo'yish emas. Maqsad u ota-onasiz ham mustaqil, mas'uliyatli qaror qabul qila oladigan inson bo'lishi. Qanaqa qilib deysizmi? Bolaga yildan yilga ko'proq erkinlik berib, xato qilishiga imkon yaratib, mas'uliyatli yuklab va o'z qarorini qabul qilishini o'rgatib, agar farzandingiz voyaga yetgandan keyin ham uni mustaqil qaror qabul qilishi sizni qo'rqitsa yoki mansiz uddalay olmaydi degan xavotir kuchli bo'lsa, demak, sog'lom separatsiya shakllanmagan. Bu yoqda qaynonaga og'ir botadi, onani o'rnida ko'rmagandek hisoblanadi. Farzand ulg'aygani sari ota-onaning roli ham o'zgarib boradi. Endi ular boshliq emas, o'zini hayotiga fokusini qaratib, lazzatlanib yashash kerak va faqatgina farzandi maslahat so'ragandagina maslahat berish kerak. Masalan, er-xotin sayohatga chiqmoqchi. Albatta ota-onaga xabar berib qo'yish, ularning fikrini eshitish yoki kerak bo'lsa maslahatini so'rash bu normal. Lekin buning uchun ota-onadan ruxsat so'rashish shart emas. Yoki deylik, agar kelin dugonalari bilan tug'ilgan kunda misol uchun ko'rishmoqchi bo'lsa va agar u "Oyjon, borsam bo'ladimi?" deb ruxsat kutayotgan bo'lsa, bu ikki voyaga yetgan insonning munosabati emas. Bu bolakay va ona munosabatiga o'xshaydi. Baribir qaynonam o'sha bolani boqib katta qilib kelinga berib qo'yibdi-ku, baribir og'iz qaynona oldidan ham o'tish kerak. Ota-onaning fikrini eshitish, ularni hurmat qilish bu mutlaqo normal, lekin har bir hayotiy qarorlarni faqat ularning ruxsati bilan qabul qilishingiz bu sog'lom chegaralarning to'liq shakllanmaganligini bildiradi. Yana bir muhim narsa, sog'lom separatsiya uchun обязательно boshqa uyga ko'chib o'tish shart emas. Chunki separatsiya bu psixologik mustaqillik. Ya'ni bir uyda yashab ham sog'lom separatsiya bo'lishi mumkin. Agar ota-ona voyaga yetgan farzandlari bilan katta insonlardek muloqot qilsa, ularning shaxsiy chegaralarini hurmat qilib, qarorlarini bo'lsa nazorat emas, qo'llab-quvvatlashga harakat qilishsa, mana bu sog'lom separatsiya deyiladi. Shuning uchun unutmang, hurmat bu ruxsat so'rash emas. Hurmat bu ota-onani qadrlash. Mustaqillik esa ota-onasidan voz kechib yorish emas. Aksincha, eng kuchli va hamma birdek baxtli o'zini his qiladigan oilalarda hurmat ham, mustaqillik ham birga yashaydi.